Atigi 75 mingga 33 ta attraksionni hammasini xohlaganingizcha o'tsangiz bo'ladi desam ishonasizmi? Mana bu xabarni Instagramda eshitib, tezgina Ashxobodga kelib oldim. Bir martadan uchib bo'ldi, boshqa uchmaysizlar deyishsa kerak desam, hammasini 5-6 martalab uchsa ham hech kim hech nima demayapti. Kishi boshiga 75 mingdan to'lab braslet sotib oldik va attraksionlarni ham 2-3 martalab bemalol uchdik. Hamma attraksionlar ishlab turibdi. Borib mazza qilib farzandlaringlar bilan hordiq chiqasanglar bo'ladi. Tariflari 50 ming so'mlik braslet bilan kunduzgi 11:00 dan kechki 17:00 gacha xohlagan attraksioningizda xohlaganingizcha uchsangiz bo'ladi. Ikkinchisi 70 minglik braslet bilan kunduzgi 11:00 dan tungi 22:00 gacha xohlagan attraksioningizda xohlaganingizcha uchasiz. Uchinchisi 150 minglik brasletga soat 11:00 dan 22:00 gacha xohlagan attraksioningizda xohlaganingizcha uchsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga kartinda ham 5 minut ucha olasiz. Biz kartinga 2 kishi bo'lib kirdik. Chunki faqat ikkita odamda 150 minglik braslet bor edi. 5 minut mazza qilib kartin uchishdi. Men bo'lsa brasletim bo'lsa ham kira olmadim. Chunki umrimda mashina haydamaganman. Buni hayda olmasligim aniq edi. Shunaqa qilib mazza qilib parkka aylanib, qaychalalar uchib qaytdik. Shuncha bola bilan oddiy parkka borganimizda 2 millionga yaqin pul ketardi. Kishi boshiga 70 ming to'lab Ashxobod saylgohida hamma attraksionlarni xohlaganimizcha uchdik. Agar siz ham aylangani arzon joy qidirayotgan bo'lsangiz, Ashxobod saylgohi aynan sizga to'g'ri keladi. Borib ko'ring, umuman afsuslanmaysiz.